Apple'ga 50 yil. Garajdan trilliongacha. Apple oddiy garajda qo'lda tayyorlangan kompyuterdan o'z ishini boshlagandi. 3 do'st kompyuterni qulayroq qilishmoqchi edi. Oradan 50 yil o'tib, milliardlagan dollarlik kapitalizatsiyaga ega kompaniyaga aylandi. Apple shu vaqtdagi kompyuterlardan qulayroq kompyuter ishlab chiqargani eng muhim qadam va yangilik bo'ldi. Apple'ning muhim yutug'i soddalashtirish edi. Macintosh kompyuterlaridan ko'rsatmalarsiz foydalanish mumkinligini ko'rsatdi. Va shu paytdan boshlab texnologiya keng tarqala boshladi. Keyin Apple butun bozorlarni bir necha bor qayta ishga tushirdi. Yangi taqdimotlar bilan insonlarni hayratga sola boshladi. Insonlar Apple yangi taqdimotini kuzatadigan bo'lishdi. iPod Music, iPhone telefon, iPad yangi formatli qurilma, MacBooklarni insonlarga taqdim etdi. Ular juda qulay, ixcham va chiroyli dizayn bilan tezda ommalashdi. Albatta Apple har doim birinchi bo'lmagan, lekin u mahsulotlarni odamlar xohlagan tarzda chiqargan. Bugungi kunda Apple nafaqat qurilmalar, balki ilovalar, obunalar, xizmatlar, ekotizimdan pul ishlab topadi. Apple asta-sekin texnologik kompaniyadan raqamli platformaga aylanmoqda. Jobsdan keyin Tim Cook kompaniya bosh direktori lavozimini egalladi. Uning qo'l ostida Apple yanada qimmatliroq va barqaror bo'ldi, ammo yangi qadam va tashabbuslarda ehtiyotkorroq bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi sun'iy intellekt davrida Apple bozorni hayratda qoldira oladimi yoki yo'q? Izohda fikringizni yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu bizni rivojlanishimiz uchun muhim. E'tiboringiz uchun rahmat.